Mana shu Bosim bobo Jizzaxning somsasi. 2 kilo. Sho'rva bo'lsa kerak u ichida. 2 kilolik. I'm losing it. Assalomu alaykum. Jizzaxdan 2 kilolik mehr somsa atay sizga olib kelganman. Ay mehr. Zopa, mana. Rahmat. Uyida nabiralar bilan yeysiz. 2 kilolik. Bosim bobo. Mana shu Bosim bobo Jizzaxning somsasi. 2 kilo. Sho'rva bo'lsa kerak u ichida. 2 kilolik mehr somsa. Menga o'xshab kelar ekan. Siz uchun. Rahmat. Kilolab sotadimi somsa? Yo'q, kilolab yopamiz, tandirda turadi. Ha, siz yopasiz. Ha, men yopaman. 2 kilolik mehr somsa. Siz uchun atay olib keldim. Rahmat kattakon. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat kattakon. Bu o'sha Jizzaxni mehr somsasi. Как poyezdga kelib to'xtash nasib qilmadi. Niyat xolis ekan. Assalomu alaykum barchaga. Mana Bosim bobo mehrli somsalari bizgacha yetib keldi. Bu narsa uchun biz отдельный rahmatimiz bor Abdurahmon akaga. Abdurahmon aka, Addishi muxlisingiz sizni. Bosim bobo, rahmat. Bosim bobo mehr somsasi. Rahmat. Atay siz uchun Jizzaxdan keldim. Bosim bobo. Bosim boboning Jizzax somsasi taqdim etilar ekan. 35-stolda Давайте, Аким,